Bu tekshiruvdan o'tsangiz, ishoning, aniq chilla davringiz zo'r o'tadi. Ya'ni sizda bezovta qilmaydi, hidli ajralmalar, temperatura qilishlar, og'riqlar, qorin sohasida choklanib bitishi sizda zo'r o'tadi. Bu videoni tug'rug'i yaqin homiladorlarga yuborib qo'ying, chunki bu videoni har bir homilador bilishi shart. Demak, bu tekshiruv tug'ruqdan oldin, ya'ni 35-36 haftalikda har bir homilador ayol mazok topshirishi shart. Ya'ni stafilokokk tekshiruviga. Bunda agar mazokda stafilokokk aniqlansa, albatta buni lecheniya qilish kerak bo'ladi. Va tug'ruq yo'li toza bo'ladi. Sizda bolajoningiz toza yo'ldan chiqadi. Aytishingiz mumkin, men kesirva bilan tug'aman, men topshirmasam bo'ladimi degan savolga yo'q. Albatta har bir homilador topshirish kerak, chunki pastdagi infeksiya tepaga qarab ko'tariladi. Natijada yo'ldosh ko'chadi. Yo'ldosh ko'chgan joyda katta yara paydo bo'ladi. Bu yarani bitishiga 40 kun ketadi. Shunday ekan, qizlarjonlar, sizlar shunaqa muammoga duch kelishni xohlamasanglar, albatta har bir homilador ayol 36 haftaligidan boshlab mazok tekshiruviga nihoyatda e'tiborli bo'lishi kerak.